Assalamu alaykum hurmatli televiziya Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshilaymiz. Ilhom To'xti 2019 yillik Vaslav Qavul erkinlik nomzodi mukofotiga tanlandi. Sharq Turkistonda daryo kunlarini retkisilish harakati boshlandi. Diniy yoki e'tiqod sababli boshqalarga zulm qilish xalqaro qonunga xilof. Amerika Tayvanga 8 milliard dollarlik ko'rakchi aeroplan sotib berish planini ma'qulladi. Tövəndəki xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Erkin Asiya radiosu xəbərdə məşhur Uyğur ziyalisi İlham To'xti Avropadakı nüfuzluq erkinlik mükafatlarının biri bolğan Vaslav Qavul erkinlik mükafatının 2019 yıllık axırkı 3 namzatının biri bolub tanlandı. Germaniyadagi İlham To'xtini qo'llash gruppasining mas'uli Anvarjon apandining bildirishicha, 27 avgust kuni Yevropa Parlament Kengashi raisi Liliani Maori Paschoir nomida avatilgan xat orqali uqtirilgan bo'lib, İlham To'xti apandi 2019 yillik Vaslav Qavul erkinlik mukofotining oxirgi 3 nomzodining biri bo'lib tanlanganligi. Qolgan 2 nomzodning biri Tojikistonlik Buzug Mehr Yuro, yana biri yosh kishilik huquq faoliyatchilari nomidagi kishilik huquq tashkiloti ekan. Xatda ma'lum bo'lishicha 29 sentabr kuni bu 3 nomzoddan biri rasmiy bekitilgan bo'lib, 2019 yili 30 sentabr kuni mukofot tarqatish murosimi o'tkaziladi ekan. Vaslav Qavul erkinlik mukofoti 1989 yili Sharqiy Yevropada kommunizm lageriga xotimi berish, Chex Jumhuriyatining demokratiyalash uchun zo'r hassa qo'shgan. Chex Jumhuriyatining prezidenti Vaslav Qavul nomiga 2013 yili ta'sis qilingan bo'lib, mukofot sommasi 60 ming yevro deb bekitilgan. Anvarjon apandi yana Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan bostirish elib berayotgan vaziyatda Ilhom To'xti apandini Vaslav Qavul erkinlik mukofotiga o'xshash nopozliq xalqaro mukofotlarga tavsiya qilishning Uyg'ur vaziyatini anglatishdagi muhim ahamiyatini ta'kidladi. Xitoy hukumatidan Uyg'urlarning qonuniy haqlarini o'zliksiz talab qilib kelgan Ilhom To'xti apandi 2014 yili 15 yanvar kuni Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilinib, uningga atalmish milliy o'chmanlikka qutratqulik qilish, Xitoy davlatini parchalashga urinish qatorliq jinoyatlar ortilib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Ammo u tutqun qilingandan buyon G'arb demokratik davlatlarda Ilhom To'xtini shartsiz qo'yib berish sadolari bag'anch kuchayib, G'arb demokratik davlatlarda o'z qalam orqali tinchlik bilan Uyg'urlarning qonuniy haqlarini talab qilgan Uyg'ur sarxilini har xil nomlardagi xalqaro kishilik huquq mukofotlariga nomzod qilib ko'rsatish va taqdirlash faoliyatlarim davom qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Ilhom To'xti apandi bu yil yana Amerika Davlat Majlisidagi bir qancha muhim arboblar tomonidan 2019 yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan bo'lib, uningga bu yil 8 may kuni yana Amerika erkinlik sariyining 2019 yillik erkinlik mukofoti berilgan edi. Ilhom To'xti apandiga yana xalqaro mukofotlardan Barbara Goldsmith erkin yozish mukofoti, turk tillik yozuvchilarning erkin yozish mukofoti, Martin Annis kishilik huquq mukofoti, Weimar erkinlik mukofoti qatorliqlar berilgan. Xinhua agentligi Xinjiang gazetining 27 avgustdagi xabarida Xitoy hukumati Sharq Turkistonda daryo ko'llarining ekologik muhitini yaxshilash uchun daryo ko'llarini radga selish harakatini boshlab, daryo ko'llar bo'yida qalaymiqon qurilish qilish, qalaymiqon yer qazish, daryo ko'llariga bo'lgangan suvlarni mangdirish degandek qilmishlarning cheklanganligi alohida ta'kidlangan. Muhojiratdagi Uyg'ur faoliyatchilar Sharq Turkistondagi suv masalasi, Bingtuanning uzun yillardan buyon suv manbalarini kontrol qilib kelayotganligini, Uyg'urlarning tarim vodisining ekologik muhitini tabiiy holatda saqlab qolish uchun tirishib kelgan bo'lsa-mu, Bingtuandagi Xitoy ko'chmanlarining ko'payishi bilan ularning oyig'i tekkanli joyda daryo iqinlar va suv manbalari qurib ketganligini, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi barliq suv manbasiga bo'lgan mutlaq kontrollikni ishga oshirish, shuningdek kelgusida texmi zo'r sonda Xitoy ko'chmanlarini yetkash xizmatiga tayyorlik qilish harakati bo'lishi mumkinligini bildirdi. Yevropa ittifoqi kishilarning diniy yoki e'tiqodlari sababli hujum nishoni qilinishining xalqaro qonunga xilof ekanligini, uningga qarshi kurash qilish uchun oldin olish xarakterlik tadbirlarning elinishini bildirib, Yevropa ittifoqi tashqi ishlar va bexatarlik siyosatlari oliy komissari Federica Mogherini diniy yoki e'tiqodlari sababli zo'ravonliklarning ziyonkashligiga uchraganlarni aslash kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, diniy yoki har qanday e'tiqodlar sababli kishilarga zulm qilishning xalqaro qonunga xilof ekanligi, uningga qarshi hamkorlashgan holda kurash qilish, cheklash kerakligini, o'tgan yili nurg'ulg'an tragediyalik hujumlarning yuz berganligini, Yevropa ittifoqi qonunining kishilarning diniy yoki e'tiqodlari sababli hujum nishoni qilinishini cheklaydiganligini ta'kidlab, davlat organlari diniy va e'tiqod erkinliklarini kafolat ostiga olishi, dinga nafrat qilishga, zo'ravonlikqa va zulmga qarshi kurash qilish uchun oldin olish xarakterlik tadbir olish kerakligini bildirdi. 20 avgust kuni Amerika Mudofaa Ministerligining boshqa davlatlarga qurol-yarog' setib berishga mas'ul bo'limi Amerika qurultiyiga Amerika Tashqi ishlar Ministerligining Tayvanga 8 milliard dollar qiymatidagi F-36 ko'rakchi aeroplanini setishga ma'qul kelganligini bildirgan.
Bu ehtimollik yuqori bo'layotgan kelishim amalga oshib qolsa, Amerika Tayvanga jami 8 milliard dollar qimmatidagi 66 dona F-36 ko'rashchi aeroplan, 75 dona ko'rashchi aeroplan motori va ko'rashchi aeroplanga munosabatlik boshqa saymonlarni setib beradi ekan. Amerika Mudofaa ministrligining bildirishicha, bu kelishim Amerikaning manfaati uchun emas, balki Tayvanning mudofaasini kuchlantirdi ekan. Bu Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi eng chong qurol-yarog' tijorati bo'lib, Xitoy bu savdo kelishimiga qattiq qarshilik bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.